Bugun ob-havo qanday bo'lishi aytildi. 27-iyul kuni O'zbekistonning aksariyat hududlarida nisbatan mo'tadil ob-havo kuzatiladi. Tog'li hududlarda esa yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ob-havo prognozi e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'lmaydi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 34-39 daraja, ayrim joylarda 40-42 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat ayrim joylarda 40-42 darajaga ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 34-39 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 27-32 daraja bo'ladi.